Salom hammaga, sizlar bilan Boburjon. Mening orqamda Noob, Pro, Hacker va Good. Biz bugun bularning eshiklarini tekshirib chiqamiz. Noob, Pro, Hacker, Good eshiklarini naqalari bilan tekshirib chiqamiz, topshiriqlar bilan. Xo'p, bu yerda har xil topshiriqlar bo'ladi, har xil naqalar bo'ladi. Biz bulardan o'tsak, bizda oxirida bizga qanaqadir zo'r mukofotlar beradi. Bu yerda har xil qiziqarli va qiyin shartlar bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p, Noob, sening eshiging qanday? Mening eshigim juda zo'r. Bu yerda juda zo'r naqalar bor. Men bugun albatta yutaman. Xo'p, yaxshi. Pro, men bugun albatta yutaman. Sen buni bilasan? Bilmadim. Qolganlarniga qaraymiz. Hacker. Wow, meni eshigim eng zo'ri. Good. Sen nima deysan? Voy, men bugun eng zo'ri bo'laman. Ko'ramiz. Xo'p. Kaksakda Noob'tikidan boshlasak bo'ladimi? Ha. Birinchi Noob'tikidan boshlaymiz. Qani? Ketdik unda. Xo'p, ketdik. Tayyorlanib olay birinchi. Sizlar boshqa videoni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana ashta chiqqan. Qani bo'lmasam ketdik. Noob. Kiraveraymi? Ha, bemalol kiraver. Ketdik. Bo'xtiqir kelyapti. Bo'xtiqidi. Yo'q. Bo'xtiqidi yo'q. Mayli. Xullas ketdik. Tushamiz. Nima? Uy? Sen buni tushunmadingmi? Sen bu uyni himoya qilishing kerak. Har xil Endermanga o'xshagan moblardan. Nima bilan himoya qilishim kerak? Uyni ichida sandiqda narsalar bor, o'shalardan. Xo'p. Mayli. Sandiqni ochamiz. Nima? Qum, ship, ip, kurak. Mayli. Bularni qanday himoya qilaman? Mana shu birinchi topshiriq bo'ladi. Senda 3 ta topshiriq bor. O'shalardan o'tsang sovg'a seniki. Harakat qilaman. Bo'pti, bularni olib olamiz. Kurakni olamiz va birinchi bo'lib shiplarni qo'yib chiqamiz. O'zbekchasiga bilmadim nima bo'ladi. Ruschasiga ship. Kovlaymiz. Birinchi qumni qo'yamiz va shipni qo'yamiz. G'alati ship. Xo'p, quriganda endi nima deysizlar? Quriyotibdi mana bunaqa o'tlari. Daraxt deydimi? Ha, qurigan daraxt esladim. Yaxshi ketyapsan. Davom et. Mayli. Endi bu yog'iga o'rgimchakni to'rini qo'yamiz. O'rgimchakni to'rini qo'yib chiqamiz. Bu yerlariga ham qo'yib chiqamiz.